O'zi liboy insonning qalbida hasad degan narsa bo'lar ekanda. Hasad qayerdan kelib chiqadi? Deylik, siz bilan bitta tengdosh odam siz bilan birga ish boshladi, lekin bir xil ish qilyapsizlar, harakatingiz bir xil, uni ishi yaxshi bo'lib ketdi, sizning ishingiz yaxshi bo'lmay qoldi. Shunda hasad kelib chiqargan. Asosan bu hasad bir xil sferasida ishlaydigan odamlarda kelib chiqadi. Men bilan birga biznes boshlagan bola oldinlab ketib qoldi menda. Menda unga nisbatan qanaqadir nafrat, qanaqadir mana narsa paydo bo'lib qoldi. Ko'rgim kelmaydi videolarini. U odam menga katta kurulida masalan bir ikki gapirib ham qo'ydi. Endi nafratim battar qo'zg'otdi-da. Shu yerda nima qilish kerak? Ya'ni hasadni yengish uchun nima qilish kerak deb turib, men javob qidirishni boshladim, Chunki hasad yomon narsa-da, hasad bilan yashashchi azob. U sizni borligingizni ham chust qilmaydi. Siz qanaqa holatligingizni ham bilmaydi, lekin yutuqlari shunaqa ko'zingizga ko'rinyaptiki, siz chidolmaysizda. Unga qanaqadir ish qilaman desangiz, kuchingiz ham yetmaydi. Shunaqa holatda. Endi hasad shunaqa narsa ekanda. Birinchisi o'sha odamga duo qilish kerak. Ey Alloh, shu bolani ishiga o'zing baraka bergin. Bu bolani ishi shu darajada ko'p bo'lib, boyib ketsinki, boyligidan, misol uchun, shu odamlarga ehson qilsin. Faqat dildan-da bu. Prosta og'izda emas. Haqiqatda Allohdan so'rab berishingiz kerak unga boylik. Lekin bo'lmayaptimi? O'zingiz kechira olmayapsizmi? Ana odamni ko'ra olmayapsizmi? Duo qiling. Ikkinchisi, eng yaxshi hadyani oling-da, shu odamga o'rtoq, yoki uka, men sizga hadyaman. Duo qilib qo'ying. Zo'r ketyapsiz deb keting, bo'ldi. Qalbda bor, qolmaydi, esingizdan chiqadi. 100% tekshirilgan.